Men demoqchiman. Damashning sochlari bor-ku. Damashning o'zimizni har kuni qilinadigan. Ha, har kuni qilinadi. Aynan seniki, meniki sredniy potokda, shu potoshniy ishlar. Potokda qilinadigan ishlar. Ya'ni qara, o'zing qiynalgansan, o'zing ishlab bilmagan yerlaring bor, tochkalaring bor, qiynalasan. Akantovkada qiynalishing mumkin. Cho'lkani bilolmaysan, burolmaysan, sindirolmaysan, ukladga tushunmaysan, pudraga tushunmaysan, pudraning turlari, voskning turlari va kaza. Akantovka bo'lsin, nol bo'lsin, fit bo'lsin, usti bo'lsin va kaza. O'shalarni qisqa va lo'nda, ixcham, chiroylatib o'zbekona bir ohangni bir ob-havoni berish urg'usini aytib turibman. Ya'ni seni aytib turgan, seni qaysidir manada tanlagan yo'nalishing O'zbekiston o'rinida shu Sredniy Osiyo aytganmiz-ku, bu mavzuni podkastning 2-sonida gaplashib o'tganmiz, adashmasam 3-sonda o'rmonda. O'shanda men bitta gapim bor. Tojikistonda, Qirg'izistonda, O'zbekistonda, Sredniy Osiyo deylik. Sredniy Osiyoning o'zini stili bor. Koreya, Xitoy, Yaponiya, Vyetnam, o'ziniki. Ularning o'zini bir nimasi bor. Stili. Blyudasi bor deylik. Ovqat, yeydigan ovqat. Bizning o'zimizni blyudamiz bor, Sredniy Osiyoning o'zi. Bizniki osh. Bizning shu osh, sho'rva va kaza xamir ovqat va kaza men bu 10 ovqat chiqmaydi. Xadovoy ketadigan dejekman. Hamma uchun o'sha boshlang'ich sartaroshlar staji 2 oy, 3 oy va kaza potokda ishlashi oson va tez, sifatli texnikalarga urg'u berish kerak emasmikan? Chunki sen aytib turgan narsang O'zbekistonda inaqda bir hofiz, suxandon, bir diktor, nimalar bir show biznes vakillari bo'lmasa, u ham bo'lsa, misol uchun tumanda bitta yo ikkita, uchta chiqadi. Ular bo'lsa shu tumanning eng yaxshisini boradi yoki bo'lmasa oblastning eng yaxshisini boradi, bo'lsa bir 50 ta 100 ta bormaydi. Ya'ni hammani bir narsa o'rgatib qo'ymaydi, chunki men aytib turgan narsani bizani qonimizda bor narsada, bizani suynaklarimizga o'tib ketgan o narsa. Men men boshqa narsani tanlab bilmayman. 10%, 20% o'zgarishi mumkin, lekin baribir bizada mentalitet bor, millat tushunchasi bor, keyin otam nima deydi, anam nima deydi, amma xolam nima deydi, ko'cha-ko'y nima deydi dedilar. O'shaning uchun kreativ yondashish degan narsa, kreativ stillarni urg'u bermaylik dejekman. O'sha oddiyroq. Oddiy yo'nalishi, seni tanlab turgan yo'nalishing faqat bu yer va Yevropa va Amerika shu taraflarda xadovoy ketadi. To'g'ri. Fe'tlarni turturi, misol uchun udulunkalarni turturlari. Men demoqchiman, galla bir ish qilamiz dejekman, taklif bilan chiqyapman. O'sha boshlang'ich nimalari yangi biz bir video darslik qilsak, yangi bir proyekt nomini qo'yib turib, shular ustida ishlasak, misol uchun cho'lkani addinni urg'aytsak, nima deysan, Akantovka videosini addinni damashni tez qisqa yo'lda jump